Katta hojatni ham bilmay bajarib qo'yyaptimi? Bo'lgan shunaqa. Ha, oldin. Necha yoshda yo'qoldi bu narsa? Yaqinda. Endi licheniyani boshladilaring, keyin yo'qoldi. O'zi normal fiziologik tug'ruq bilan tug'ilgan, ha? Homiladorlik qanday o'tgan, opa? Og'ir o'tgan. Bu spina bifida kasalligi deyiladi. Ya'ni har qanday inson homiladorlik 3 haftasi, 3 oyligida mana bu orqa miya, bosh miya-yu orqa miya bilan shakllanadi. Shu shakllanish davomida onalarda ko'proq taksko'z og'ir o'tadi yoki bo'lmasam anemiya bilan ko'p og'riydi yoki kamqon o'sha vitamin yetishmovchiligi yoki siydik yo'llar infeksion kasalligi yoki yuqori nafas yo'llar infeksion kasalligi ko'p og'riydi. Shu og'rish davomida onani organizmi bolani rivojlantirish emas, asosiy kasallikka qarshi kurashaveradi. Hozirgi sanab o'tgan kasalliklar. Boladagi proseslar, mana bu proseslar sekinlab ketadi rivojlanishda, homilada. Davolanib kasallikdan tuzaladi. Tuzalgandan keyin bolani rivojlantirishiga yana onani organizmi qaytaveradi protsessiga. Qaytaveradi, lekin mana bu bosqichlari tushib qolgan bosqichlarni orqaga qaytib olish, yetkazib olish uchun orqaga qaytmaydi. Vaqtda ham, homila ham orqaga qaytmaydi. Rivojlanishi yaxshi bo'lmay qoladi. To'la to'kis bo'lmay qoladi umurtqani tanasi. Umurtqani tanasi to'la to'kis bo'lmagandan keyin endi bu yerdan chiqqan nerv tomirlarida ham, ya'ni orqa miya kanal tushib keladi. Mana bunday bo'lib, bosh miyadan dumg'azagacha tushib keladi. Mana bu yerdan chiqayotgan nerv tomirlarida to'la faoliyatini innervatsiya qila olmay qoladi, boshqara olmay qoladi. Mana quv sohaga, oyoqlarga beradigan nerv tomirlari faoliyatini umurtqani tanasi to'la to'kis bo'lmagandan keyin to'la innervatsiya qila olmay qoladi. Ya'ni bu o'sha bolada quvg'i to'lganini ham bilmay qoladi, bo'shatganini ham bilmay qoladi. O'sha narsa orqa peshovga ham beradi. Ya'ni bu yerdan chiqqan nerv tomirlar shuni hisobiga bola hozirgi sizlar aytgandek ko'ngilsiz holatlarni keltirib chiqaraveradi. Shu o'sha spina bifida kasalligining hisobiga bo'lyapti bu narsalar. Endi bu yerda masaj oldim mana o'zgardi deyapsizlar, ha? Masaj olganlaringda bu yerdagi nerv faoliyatini yaxshilaydi. Ozgina nerv faoliyatini yaxshilab, nerv faoliyatini yaxshilagandan keyin o'z-o'zidan bu yerdan chiqayotgan nerv impulslari o'tkazuvchanligi yaxshilanib boraveradi. Yaxshilanib borgan hisobiga boladagi nima, haligi o'sha sfinkterlarning qisilishi, ya'ni ushashi, bolada kechqurunda uxlagandagi holatlar o'zini, ya'ni idora qilishlari yaxshilanib boraveradi. Bu sekin-sekin o'tib ketadi, 12-13 yoshgacha yo'qolib ketadi. Faqat ungacha davolanib turish kerak bo'ladi, licheniyani olib turish kerak bo'ladi.